Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanida 50 yoshli fuqaro Isuzu'da 10 ga yaqin eshak ortib ketayotgani aniqlandi. Holat Jizzax viloyati G'allarol tumani hududida sodir bo'lgan. Gap shundaki, harakatlanib ketayotgan Isuzu'ni inspektor tomonidan to'xtatilganda haydovchi yukxonada qo'y bor deb xodimni aldaydi. Haydovchi qonun talabga amal qilmasdan harakatlanib ketdi. Men to'xtash chorasini ko'rib, haydovchining hujjatlarini olib planshet orqali tekshirganimda transport vositasi hududida ekanligi aniqlandi. Haydovchidan nima yuk borligi so'raganimda, transport vositasi yukxonasida qo'y borligini ma'lum etdi. Transport vositasi hududida ekanligidan shubhalanib, politsiya ishtirokida yukxonasini ko'zdan kechirganimda qo'y emas, hayvon turiga mansub eshak borligi aniqlandi. Ma'lum bir vaqtdan so'ng uning aybi ochilganida haydovchi inspektorga 2 million so'm pora taklif qiladi. Ayni vaqtda holat yuzasidan haydovchiga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lib, surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Xo'sh, 10 ga yaqin eshaklar qayerga va nima maqsadda olib ketilayotgan edi? Kommentariyada fikringizni qoldiring.